Qizilga o'tib ketyapsiz mana birinchi ikkinchi qoida buzarlik. Hozir haydagandan keyin nima deyish kerak? Hayda deganingizdan keyin. Chakka ol degandan keyin nima deyish kerak? Nima hujjat beradi? Turtib olgandan keyin odamni kechirim soat qayerga o'tirish kerak aka? Yo'lni o'rtasida o'tiradi. 970-sonli qaror birinchi nima deyilgan? 8 bandga nima deyilgan? Qanday joy o'tirish kerak? Qanday joy o'tirish kerak? Yo'lni o'rtasida turaman. Shunday deyilgan, 8 bandga shunday deyiladi. Nima deyilgan? Prezident qarorlari qayerga qoladi bunaqa? Siz turtib olasiz. Qanday turtib olaman? Men yo'limdan kelaman. Video registrator turib sizlar qayerga o'tiribsizlar? Registrator oling ham, oching registrator. Bo'ldi, sudga beramiz, nima qilamiz? Nima hujjat beradi? Hujjatingizni ayting. Haydovchilik nimalar ayting? Nima hujjat kerak deysiz? Haydovchilik guvohnoma. Sudga beraylik. Turtib olgandan keyin aka uzr kechirasiz deyish kerak biroz. Aka yo'lni ustida sizda. Yo'lni ustida turaman men. Qayerdan bilaman? Arqamdan keladigan bo'lsin. Joy tor, sizni urishga ana qilmaymizki. Birov uraman deb chiqmaysiz. Turtib olgandan keyin kechirim so'rash kerak. Qayerga o'tirish kerak aka xodimlar? 8 band bo'yicha. Siz bilasiz kerak. Qanday yo'lni o'rtasida turaman. 8 bandga shunday deyilgan. Prezident qarori qarshimisiniz? Nima qarshi sizlar bo'ladi? qonun yo'qmi? Turtib olgandan keyin kechirim so'rash kerak. Hozir gay xodimlar 8 band bo'yicha qanday turish kerak? 8-mart bo'yicha? 8-band deyapman. Mart demayapman. Yo'lni qatnoq qismini to'xtataman avtomobil. Katta chorrahalar turish mumkin emas. Siz o'tda chiqib olgansiz, mumkinmi shu? Chorrahami? Shunaqa? Chorraham shu. Mana Qarshidagi holat, ret bo'lyapti. Mana birinchi qatordan kelyapman.